Vay bir turup tursuncha avval tamoq yeb olaylik. Hech nimasini ta'minlab bermay davolab qo'ying deydi. Qiziq akashganmi? Ben taptım. Ne? Raqam? Undaqda Google Map'dan telefon qilgan sizning dadangizmi? Balkim shundoqdir. Menmi bilmayman. Davalaş o'rnining bir a'zosi turib, kayfiyatingizni tengshelmagingiz nemisi? Acaba doktor kasal bo'lsa bo'lmamda? Qalb kesilgan hamma damga o'rtoq. Gerçi sen başlayan davalığının bilen meningmi derdim bor. Bu dard yaqinda sal ig'ilishib qoldi. Asli biz yiliqqan shansnoma sizning hikoyangizni olsak qopdiki. Daral Gugum efendiga uqtirish qilayli. Ondan keyin tayyorligimizni qilib qolxona qaytaylik. Raqim, hayron qolyapman inim. Sizga nima bo'ldi endi? 然后哥，是给你报的？你不是健康大使吗？怎么也坐在这了？ Bo'ldi qilinglar. Hammanglar meni ayblab vermay, oldi bilan meni hikoyamni anglab boqinglar. Hamma odamning o'z oldiga hikoyasi bo'ladi, raqim. Buning uchun bunchalik asablanish ketamdi. U to'y qilib oldi. Kim o? Sima. Qarang, tonda yotdiga, ineklar degan qat-qat bo'lib ketdi. Yochani tiqsiz uchun hozir itilib ketdi.
Semiz bola sen shumi? Sening ham xiyol qilishga islom bormi nima? Canchiray. Raqamning bugungi slayti bo'lsa bizning xaridorimiz. Gap so'zimizga azroq diqqat qilsangiz bo'larmiki? Bu texi mening hikoyamning boshlanishi. Mening qanday o'zgarganimga davomli quloq solinglar. Men Ашта oldu ya da bundan mı Kolomb boylab deyil. Burundan aşındaq doğan tasbı. Kalap bayrak. Mılqar çayını. Şundan mı ya? Rakım! Oturun bileyimiz. Yala, bileyimiz. Maynure, bugün ettiğiniz kişi pek sert oldu. Katı kapımı, ben pek size ne cevap vermek istedim. Hiç vakası yok. Siz mi kasten kılmadınız emas mı? Hem de adam simiz olup gelsin şu felaket olup kaldı ki. Yeli. Yala. Yalama. Biz kaçan mı toy kılamız ya? Bu hazırki kızlar aşu bu iyiz oğullar gelmek. Şunu demem sada. Bizden öykülenme aş toyuqla zolap degene. Aştaq hazır kızlar var, oruqlar amraq. Qanday qilamiz endi? Qarsam, bir qizlar yaxshi ko'rmoqchimsa. Birasi yosh ko'p qoldi deb chiroyini chiqdi. Sango bir gapni yoshirg'ilimi bo'lmaydi. Nanda yoshirib qilsa, tapaqa kim o? Aqjan, sağlıkçı semiz qiz bo'ladi degene? Yo'q. U degan men praktik qilayotgan shirkat güzeli. Onun ıllık gülüşleri, sipahi gapleri, yürükümde rastlı izvetti. İsmi. Maynure. İsmi. Maynure. Adaş, ben rastlam onun otunu küydüm. Ne çakçakımda, ben belki onunla uyku kılışım mümkün. Sen çoğum kalaysa. Ne olmuşsun? Her as adaş, bu şey ne çıkıyordum, tulak yüz kilo. Ulan, bunu soğat kısam bulla onun. Soğat cəhət kelgəndə tavır sarıb qapsa adaş. O şirkətanın güzəli bağan ikən. Aqcan şirkətanın labənlərimi onun soğat qıldı. Şununla senin soğutun çoxum alayda buluş gerek. Alayda? Qanaq alayda? Şıqıb alayda. Alayda. Adaş, əməsə mən bugündən başlap Fıcıqay ya. Fıcıqay. Bugündən başlap. Rakım!
sizlar meni chetga qoqmaysiz. Nimishqa chetga qoqmaysiz ne? Siz shunda olmoqdasiz. Az kundan keyin tug'ilgan kunim bo'ldi. Tug'ilgan kunim nada o'tkazsam bular? Kimlarni chaqiraman? Ondan qanday sovg'atlar kelar? Tug'ilgan kuningizda menimi chaqiramsiz? Albatta, siz bo'lmasiz qanday qiziydi? Har rost, Maynura, sizdan muhabbatingiz bormi yo'qmi? Kimda pishirasiz? Poytaxtman. Poytaxt? Matlatani yana. Rahmat. Sırasida qo'yib turibsiz-da. Shunday qilib men kunduz o shirkatda praktika qilsam, kechasi boshqa yerda ishladim. Kutuvchilik qildim, tomoq yetkazish supurlarda ishladim. O'zim yaxshi ko'rgan qiz bo'lg'achqa, uning xajgan pullarim uchun hechim og'irmaydigan bo'lib qoldi. Tepishim xili yaxshi. Biroq har oy uning bilan tomoq yeb, uning bilan kino ko'rib, o'ynag'ili berishga topqinim tugab, hatto do'stlardan qarz olatdim. Uning tug'ilgan kunimi bo'ldi. Uningga men 99 sal qizilgul, oltin uzukdan birini sovg'a qildim. Shu kuni men oxiri jur'at kelib, uningga ko'nglimdagi gaplarni qildim. Maynura, sizga deydigan bir og'iz gapim borki, men uzoqdan beri sizni yaxshi ko'rib kelayotgan. Ash tamam ajib, bilmay qopdim-a. Mumkinchilik bo'lsa ikkimiz yursak qanday bo'lar? Bek tuyuqsiz bo'lib qoldim-a. Lekin raqam, amaliyotda men sizning mijozingizga bek amroq o'zingizmi shunda umoq. Hozir bek tuyuqsiz bo'lib qoldi-ku. Munda qilaylik, siz men uchun bir ish qilib bering. Masalan, men uchun bir tez suratda tirishib o'ruqlab texim kelishgan bo'lib ketgan. Andan keyin biz bu gapni qayta deysak, o'chaqda jursakmi bo'ldi? Ha, tirishmi? Aytdim hocam. Yo'q, hozir boshlab.
Maynura, ben siz üçün çinem tikip şuna tırışasam, sizden deyişken, gep kalam Maynura. Neçə vaxtdan beri anç-munç pullarını xərcləb qoysam, biraz deb oylab qaldınmı? Qızıq. Hey, sen tık bu canımdan cümekçi ma? Karab baka yaptın ya. Fıklamay düş gömey. Maynura bir taş etme, Maynura. Beni ayrıketa ötüne Maynura. Ben yılımı tiriştim ko. Ben uğruldum Maynura. Ben tıkım tirişip, tıkım. Sen yaş görüp yürüme Maynura ötüne. Maynura ben taşıp gitmem ötüne sizin Maynura. Voy. Sen üçün məqsədim düşənməyə oxşaysa, əməliyyat bu işlər üçün oruq simizliklə bilan qəti münasibəti yox. Xərcləb tügətkisiz pulun bolsa, əməlin bolsa, çiraylıq bir kilişkən turqun bolsa, senin bu çirayın üçün hüsn düzəsəkmi turuşun muşu. Onda sən maaş qaraşlıq adamsan. Ma canım qara, bu canım mən toxtumay altınlarını epirvatıdı, toxtumay soğuk salamını epirvatıdı. Onda sən kilər ayda biz altın qəsrdəki yeni uyumuzga köçümüz. Sən qılalamsan şularını. Bundan keyin-chi, aptinga qarab beqib qizlarni qo'g'lash. Maynura! 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 Ben rastlı bundaq besim qıçı deyenmedim. Ertesi ben bankaga varıp qarız aldım. G'ururim yo'qmi ya bilmedim. Shuncha g'ururimni takudek gap qilgan bo'lsa-mu, men yana azroq umid bilan eng yaxshi husn tuzash doktorini topdim. Oldi-keyni bo'lib 28 qitim husn tuzab, may tortqizib, mana hozir qoldim keldim. Husn tuzashning xili xavfi bor-ku. Acaba sening har qitim muvaffaqiyatli bo'ldimi? Har qitim boshlashdan burun doktor menga bir gap deydi. Siz bunda qilsangiz badiningizga emas, hayotingizga xavf yetadi. Biz bir nim deyamaymiz. Bilib ketsam men rozi. Bundak yaşqandan yaxshi bo'lganim yaxshi. Qo'ydigan imzolarini hamsi qo'yib bo'ldim. Boshlayver. Qadir ajab uzoq vaqt davomlashtirib sartondan xushroq ichimlik ichayverdi-ku. Foydaqimiz bunday ishmas o'g'aydi. Uydagilik apir baqaymi ya? Apir. Opamni damlaq foyda qilib qolsa, cho'qim men qo'shib ketaman. Shunday qilib 2 yilda ara musholatga keldim. Bankadan olgan qarzlarim tugab, yurtdagilardan qarz olib hamma narsam tugadi. Mushu kelishgan badanim, chiroyimdan boshqa hech nimam qolmadi.
Men o'zini tuzab qaytib kelgandan keyin Maynurani hech yerdan topolmadim. Men qaytadan boshlashga kirishdim. Mushu badan sapoyimni saqlab qolish uchun qaytadan chiniqishni boshladim va u yerda Qadir bilan tanishdim. Yaqin og'aylardan bo'lib qoldik. Qadirning turtkisida men psixikaga qiziqib qoldim va Janchiroy apam bilan tanishib bu yerga kelib ishladim. O Maynurani topolmagan odam uning to'y qilganligini qanday bildingiz? Burun men praktika qilgan shirkatdagi xo'jayinimning do'stlar jamrikiga chiqargan to'yliq suratdan. U qiz shuning bilan to'y qilamdi ekan. Bu xo'jayinimning 4-to'yi. Aka, endi siz to'y qilganmizmi? Keyingi qatim borman. Bugun raqamni oldim to'liq bir kun aytib qol. Darga bilan izlab bog'ga yerimiz qolmadi. Raqam bilan o'tirgan. Qaraganda bizga hikoya pek qiziqqa o'xshamamdi. Bu o'rin bizning o'zimizning odamlarga pek mos keldi. Shunday bo'lsin. Bir necha kun biz ichida o'zimizdan hikoyalarni olaylik. Undan keyin boshqalarga mulozamat qilaylik. Raqam. Degine, sen qaysi naqshini yaxshi ko'rasan? Mendek bu işlara qiziqmaydi ekanman. 这规矩可不能坏了呀！今天不管怎么样，台上都得有人唱歌。 Ko'ngil degan ajoyib narsa. Ko'nglingdagini butunlay unutib ket. Sen hozir nihoyat mukammal. Sana qizlar ko'p. Bergin. Siz sahnaga chiqib, bugun naqsh tutgan naqshning ismini e'lon qilib o'tgan. Ma, biroq qaysi naqshini tayyor qilib qo'ygan? Qavaqxonimizning taklifli naqshchisi bo'lsa, hammamizning ko'nglidan cho'nqur o'rin olgan talantli yosh naqshchimiz Elyor Muhammad. Qani sahnaga marhamat. Raqam efendi, bayning yoq hikoyalaringizni eshikning oldida turib anglab chiqdim. Birisi qanday ko'ngil tushgan bo'lsa, shundoq yondirib olg'ili bo'ldi. Bo'ldi, hammani boshdan boshlang. Ammo bir kun sizning yoshlik bag'ringiz yetib keladi. Amaliyotda bu yiganchilikmi inson uchun 5dan 1 o'tmis bo'lmaydigan bir bosqich. Shunga bugun sizga o'zimning eng yaxshi ko'radigan yigona temiski naqshni sizga elib keldim. Yoqtirib anglaysiz. Oqshom bizlarga havas qilishar nachilar taqdir sirini bilishib kutudi kechalar doim birga bo'lun ömürlük yenimda kılın söygünümsiz Meyli jirak cayda bulun daim beni eske elin
sirdişimsiz. Bu dünyada hem divane hem yegane men. 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 Hem nefes buluşar şunçilik. Niçin insanlar yarga yar bulamaz unçilik. Daim birge bulun ömürlük yenim dahilim. Söygünüm ses meyli şirap çayda bulun. Daim beni eskerim sirdişimsiz. Bu dünyada hem divane hem yegane men. 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 Gugum efendi, sizni gipnoz bak ustida avatatdi. Lekin bu balni boshqa usulda qilib qo'yganingiz emisi? Gipnoz qilish va yoki boshqa usul badan sapasi yuqori kishilarga ishlamaydi. Ne aytasiz? Raqam yüzü cheniqish terneri. Kundil oqsilning ichida. Badan sapasi bak yuqori. Rost gap desam men undaq badandagilarni gipnoz qilishga ojizlik qildim. Emsi bizmi araqni tashlab chiniqishni boshlab etsak bo'ldigan o'xshaydi. Lekin gipnozni bugun bak ko'rgim batdi. Afsus. Gipnoz qilmagan bilan aslik keltirish xilipimiz bor. Qarabdi, ha? Men 3 sanayman. Ko'ngilsiz ishlarni unutaysan. Badnan intayin yengillab qoldi. O'zingni eng baxtli odam deb o'ylaysan. Men uyg'on deganda uyg'onasan. Uyg'on. Raqam, xili yengillab qoldingizmi? Yo'lda ishimdek og'rib ketib bordi.
Dünyada hem divane hem yegane ben. Bu dünyada hem